Facebook şirketi kullanıcılarga dair uçurlarını Xitay bilen hembekirilmekçi bolgan. Meta guruhi, yani Facebook şirketinin Xitay hükümetiga qarshi siyosiy fikrlarga cheklama qo'yish, hatto ularni o'chiritish qatorliq shartlarni hozirlash badaliga Xitoy Kompartiyasining ruxsatini erishga urinayotganligi navbatda xalqarada zo'r g'ulg'ula qo'zg'amoqda. Washington Pochtasi gazetining 9 martdagi obzorida aytilishicha, Xitoyda o'xshamagan ijtimoiy taratquv vositalarini qo'llanadigan kishilarning soni necha 100 million bo'lib, navada ularning Facebook qo'llanishi amalga oshsa, Meta guruhining qo'llanuvchilar sonida portlash xarakterlik o'sish bo'ldi ekan. Meta guruhining Xitoy masalasi to'g'risida ishlaydigan xodimlardan Sara Williams xonimning bu haqda yozgan dokladida aytilishicha, Meta guruhi Xitoy bozoriga kirish uchun Facebook qo'llanuvchilarining shaxsiy uchurlarini Xitoy bilan hamkorlash hamda Xitoy hukumatining Facebookdagi mazmunlarni kontrol qilishiga yo'l ochish qatorliq shartlarni o'rinlashga rozi ekan. 2015-yili Facebook şirketi maxsus Xitoy uchun süzgüçlük qildigan bir sistema ishlagan bo'lib, uningga qaysi mazmunni o'chiritish, qaysi ulanmani taqib etish degandek xizmatlarga mas'ul bir bosh muharrir tayinlashni o'ylashgan. Meta guruhining bosh ijroiya direktori Mark Zuckerbergning Xitoy hukumatining talabi bilan Amerikadagi dangli Xitoy o'qituvchilarining Facebook hisobini taqib etishga qo'shilganligi ma'lum bo'lgan.